havo qizib boshladi. Shuning uchun yubka kurtkalarga bo'lgan ehtiyojimiz ortdi. Shu sababli hozirgi videomizda yubka kurtkalarimizni ko'rsatib o'tchakmiz. Bizda shuning kojiniy variant yubka kurtkamizdan bor. Bo'yi uzun bo'lib turadi, bemalol orqani yopadi. Kачествоsi dimzo'r kelgan, yenglari ham remenli etib ishlangan. Buning narxi do'konimizda 305 ming so'mdan turibdi. Bu variantimiz bor. Bu uzun varianti. Shu plashimizni, kojiniy plashimiz, belinda bel bog'lari bilan. Buning narxi 570 ming so'mdan turibdi do'konimizda. Keyin shuning plashovka material plashlarimiz bor. Kapishonka stigrovkalar etib ishlangan, ikki xil rangi, ochiq bejuy, keyin temniy bejuy bor. Buning narxi do'konimizda 365 ming so'mdan chiqqan. Keyingi plashovkalarimiz bu ham uzun bo'lib turadi. Dimxo'shroq kisalari bilan zamokli, keyin knopkalar etib ishlangan kapishonkalı variant. Buning narxi 384 ming so'mdan. Razmerlari bor buni. Keyin bardoy rangi bor, shuning rangi bor, keyin temno-siniy rangi bor. Temno-siniy rangi ham dim bogati bo'lib turadi. Bundan tashqari bahor uchun moslangan jaketlarimiz ham bor, bez rukavkalarimiz. Bu ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Aldilari plashovka material, chetlari hibi, orqalari ham dimxo'shroq etib ishlangan. Munchiqlari qo'lda tikilgan, yuvsa ham yechatmaydi. Buning narxi do'konimizda 570 ming so'mdan turibdi. Razmerlari 46 dan 42, 46, 48, 44 razmerlari bor. Shunda 42 dan 48 gacha bo'lgan razmerlaridan bor. Keyin bu variantimiz, bu ham plashovka bo'ladi, uzun tushib turadi. Aldi zamokli variant, shuning knopkalar qo'yilib ishlangan kisalari bilan. Bu ham kapishonkali. Buning razmerlari bashimerka razmerda kelgan, narxi 450 ming so'mdan. Buni shuning bejuy ochiq rangidan, keyin shuning qora rangidan bor. Keyin bu kurtkamizdan ham do'konimizda bor. Bu ham yubka bahor uchun moslangan. Buni narxi do'konimizda 600 ming so'mdan turibdi. Tikilishlar ham dim yaxshi, kачествоsi zo'r kelgan, kapishonkali. Rangi temno-sariy rangda. Keyin bu variant pidjakimiz ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Bahor uchun dimmos. Bu razmeri M razmerda. Narxi 365 ming so'mdan, kачествоsi dimzo'r, zamokli variant kisalari bilan ko'rishlaringiz mumkin. Keyin shuning bez rukavkalarimiz bor bahor uchun. La Sagrada bular. Kачествоsi dimzo'r kelgan. Dimxo'shroq bo'lib turadi. Belinda bel bog'i bor. Bundan faqat 50 razmeri qolgan. Narxi 697 ming so'mdan. Keyin katta yoshdagi ayollarimiz uchun bu variant shu bez rukavkamizni pidjak varianti. Buni bo'yi uzun bo'lib turadi, orqani yopib turadi. Bu ham xuddi orqalari shunday ishlangan. Buni narxi 600 ming so'mdan. Razmerlari 44, 46, 50 razmerlarda bor. Bularning aldilari knopkali bo'ladi. Keyin shuning variantimiz bor, Easy brendidan. Bu ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Buni razmeri 56, 48, keyin 58 razmerlarda bor. Oversize etib ishlangan. Bularning renglari bez rukavka bemalol to'g'ri keladi hammaga. Yenglari shuning keng bo'lib turadi. Aldilari plashovka materialdan ishlangan, zamokli variant. Orqasini o'zini brendi tushirib ishlangan, dimxo'shroq. Bu modelimizning narxi 400 ming so'mdan turibdi do'konimizda. Dimxo'shroq chiqqan modellarimizdan biri. Keyin bu variantlarimiz bor. Bu pidjakimiz ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Buni narxi 675 ming so'mdan. Razmerlari standart. Dimali variant dimxo'shroq bo'lib turadi. Buni shuning korичневый varianti ham bor. Buni ham narxi 675 ming so'mdan. Buni yengi lit uchun mishatib ishlangan oversize hisobida ko'p razmerlarda to'g'ri keladi. Razmeri standart. Oriq ayollar ham, keyin to'lachi ayollarimiz ham to'g'ri keladi. Keyin shuning bez rukavkalarimiz bor. Bularning kichkina razmerlari ham bor, katta razmerlari bor. Maktab o'quvchilarining ham, undan kattalar ham to'g'ri keladi. Buning narxi 145 ming so'mdan. Bahor fasli uchun eng qulay bez rukavkalarimizdan biri. Undan tashqari do'konimizdagi koftalarni ham ko'rsatib o'tchakman. Shuning sholkoy koftamiz bor. Bular razmerli, katta bashimerka razmerdagi ayollarimizga to'g'ri keladi. Sholko yaxshi xili,
Keyin bu variantimiz bor. Bular rubashka variant. Oversize etib ishlangan. Buni narxi 170 ming so'mdan chiqqan. Keyin shuning tonikalarimiz bor. Bahor uchun dimzo'r, xushro'y bo'lib turadi. Neobichniy etib ishlangan. Orqalari ham zborka barib ishlangan, keng bo'lib turadi. Hijobli ayollarimiz ham bemalol to'g'ri keladi. Bryuklar, kilotlar bilan kiyish uchun ham zo'r. Narxi 208 ming so'mdan. Materiali original ne bo'ladi? Shtapel. Keyin undan tashqari buning vyazinka koftalarimiz bor. Bular yubka vyazinli material bo'lib, bahor uchun zo'r. Bularning narxi 240 ming so'mdan. Har xil rasvetkalari bor. Qora rasvetkasi bu modelimiz ham zo'r. Kilotlar bilan kiyish uchun ham zo'r. Bularning razmerlari standart, bolshimerka ayollarimiz uchun. Har xil variantlaridan bor. Keyin bu variantlarimiz ham xushro'y bo'lib turadi. Bu har xil rasvetkalaridan bor. $208 ming so'mdan bu koftamizning narxi. Keyin bu variant koftamiz ham xushro'y bo'lib turadi. Ofisniy variant. Buni qora, keyin oq rangidan bor. Keyin temno-siniy ranglaridan bor. Idora tashkilotlarda ishlaydigan ayollarimiz uchun zo'r. Narxi 240 ming so'mdan chiqqan bular ham. Keyin bu variantimiz ham xushro'y etib ishlangan. Swarovski doshlar bilan bezatilgan. Har xil yubka kilotlar bilan kiyish uchun zo'r. Bu eng uzun varianti. Keyin 102 ming so'mdan shuning koftalarimiz bor. Bu ham kачествоsi zo'r kelgan. Bo'yi uzun tushib turadi. Har xil rasvetkalar bor. Keyin 195 ming so'mdan shuning tonikalarimiz bor. Buni bo'ylari uzun bo'lib turadi. Bu variant koftamiz ham akkuratniy bo'lib turadi. Orqasi uzun, elde kaltaroq etib ishlangan. Kilotlar, chalurlar bilan kiyish uchun udobniy. Buni temno-siniy qora ranglaridan bor. Buni bahasi ham 240 ming so'mdan. Keyin bu variant koftalarimiz ham xushro'y bo'lib turadi. Bularning materiali yubka bo'ladi. Bu faqat oq rangda kelgan. Shuni ustidan shuning jaketlari bilan narxi 388 ming so'mdan, kачествоsi dimzo'r. Keyin bu variantimiz ham xushro'y kelgan, neobichniy bo'lib turadi. Buni ham narxi 388 ming so'mdan, kapishon-kali variant, materiali dimzo'r. Buni korичневый qora ranglaridan bor. Bu variant koftamizni temno-siniy rangi. Bu korичневый, keyin temno-siniy ranglarda kelgan. Keyin bu koftalarimiz ham bahor uchun zo'r. Ichidan bazaviy nalar bilan kiysa, xushro'y bo'lib turadi. Bordoviy. Bu koftamiz 201 ming so'mdan. Bular bazaviy koftalar bilan kiysa xushro'y bo'lib turadi. Bu orqani yopib turadi, uzun tushib, narxi 240 ming so'mdan. Bordoviy, korичневый, keyin shuning bejoviy ranglarda kelgan. Keyin bu koftamiz ham boshqacha varianti, iri do'qilgan vyazinli variant. Bu ham xushro'y, uzun bo'lib turadi, tonika desak ham bo'ladi. Kачествоsi zo'r kelgan, bogati bo'lib turadi. Kilotlar bilan, yubka bilan kiysa ham xushro'y. Buning narxi 400 ming so'mdan, bu bordoviy, oq ranglarda kelgan. Yana bir bolshimerka koftamizni shu rasvetkasidan ham bor. Bular temno-siniy, oq, keyin qora ranglarda kelgan. Buning narxi 240 ming so'mdan. Keyin shunday sholkoviy koftalarimiz bor. Bularni вечерний etib kiysa ham bo'ladi, xohlasa idora tashkilotlariga kiysa ham bo'laveradi, xushro'y bo'lib turadi. Buni rasvetkalari bejoviy, qora, keyin bordoviy ranglarda kelgan. Keyin koftalarimiz bu tarafda ham ko'p. Koftalarimizni kelib do'konimizda ko'rsangizlar, variantlar ko'p. Koftalar bilan moslab har xil kilotlar, yubkalarni ham xarid etsangizlar bo'ladi. Keyin shuning rubashka variantlarimiz ham bor. Bularning materiali sholk bo'ladi. Narxi 180 ming so'mdan. Rasvetkalari ko'p. Bu modelimiz ham xushro'y bo'lib turadi. Zborkali. Buni qora, korичневый, shuning oq rangi, keyin seri, temno-siniy ranglaridan bor. Keyin bu rubashka variantimizning rasvetkalari. Buni shuning fioletoviy, korичневый, oq, qora ranglaridan bor.
Keyin bu variantimiz korotka variant, kalta bo'lib turadi. Belinda bel bog'lari bilan buni oq, qora, korичневый ranglari bor. Keyin bu ham kalta bo'lib turadi, yubkalar bilan kiyish uchun dimxo'shroq bo'lib turadi. Yosh qizlarimizga buni razmerlari kichkina razmerlarda narxi 180 ming so'mdan, buni korичневый, bordoviy, bejviy, keyin qora ranglari bor. Keyin shuning bazaviy koftalarimiz bor, amerikanka. Dimxo'shroq bo'lib turadi. Buni faqat oq rangidan qolgan. Jemferlar, kardiganlar, pidjaklar ichidan kiyish uchun udobniy. Keyin bu variant bazaviy koftamiz bor. Bular 120 ming so'mdan, razmerlari standart. Bular ham shu kardiganlar ichidan kiyish uchun qulay. Keyin bu variant koftamiz ham bor. Bular shunday obmanka atib ishlangan, ustida shunday jaketi, keyin ichidan rubashkasi chiqib turadi. Buning narxi 170 ming so'mdan turibdi. Keyin bahor faslida xo'sh yubkalar bilan kiyish uchun shuning koftalarimizdan bor. Buni narxi 176 ming so'mdan turibdi. Buni temno bejviy, keyin shuning qora, keyin ivory ranglari bor. Bularning razmerlari standart bo'ladi. Keyin buning modelimiz ham bor. Bomdim xo'shroq bo'lib turadi. O'qish maktabda o'qishga kiyish uchun bular narxi 176 ming so'mdan. Bu faqat shuning ivory rangda, keyin qora rangda kelgan. Qora rangi ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Yubkalar bilan moslab kiysangizlar. Bu koftalarimizdan ko'rsatdim. Keyin bu variant rubashkamiz bor. Bahorda bir o'zini kiyib yurish uchun zo'r. Buning narxi 285 ming so'mdan, kachesvasi zo'r kelgan. Keyin bu variant koftalarimiz ham bor. Bularni yenglari sholqatib ishlangan. Bu yana vyazani yoqali variant, narxi 264 ming so'mdan. Buni bordoviy, qora, keyin bejviy ranglari bor. Buni razmerlari standart. Buni yana ko'rsatdim. Keyin shuning qolinroq namiz bor, vyazani koftamiz. Bular 143 ming so'mdan. Keyin buning variantlari bor, yoqali variantlari. Buning narxi 152 ming so'mdan. Buni bejviy, korичневый ranglari bor. Keyin bu variantimiz bor. Bu ham vyazani narxi 158 ming so'mdan. 8 mart oldimizda bayram, podarka uchun ham zo'r variant. Bejviy, qora ranglari bor. Razmerlari standart. Buni ham razmeri standart. Lit uchun ishatib ishlangan, dimxo'shroq bo'lib turadi. Buni shu rangi bor, keyin ivory rangidan bor. Keyin bu variant rubashkamiz ham dimxo'shroq kelgan. Buni ikki xil rangi bor. Shu rangidan, keyin temno bejviy rangidan bor. 155 ming so'mdan chiqqan narxi. Keyin shunday variant koftalarimizdan bor. Jins chalurlar bilan zo'r bo'lib turadi yosh qizlarimiz uchun. 145 ming so'mdan turibdi. Buni har xil rasvetkalaridan bor. Yosh qizlarimiz uchun bahorda kiyish uchun shunday koftalarimiz bor. Buni razmeri bemalol 54-razmericha to'g'ri keladi. Narxi 195 ming so'mdan, har xil rasvetkada, har xil modellaridan bor. Orqani yopib turadi, chalur kilotlar bilan kiyish uchun udobniy. Keyin shuning rubashkalarimiz bor. Bahor uchun oldi knopkali, orqasi kapishonkali, kletichniy variant. Narxi 150 ming so'mdan. Buni rasvetkalaridan bor, qora, korичневый, keyin siniy bilan bordoviy aralash nalari ham, rasvetkalari ham bor. Bundan tashqari do'konimizda shuning tonikalar bor. Bahorda o'zini kiyib yurish uchun 320 ming so'mdan. Rasvetkalari qora, korичневый, fioletviy, keyin temno korичневый ranglaridan bor. Keyin bu variant koftalarimiz ham dimxo'shroq. Bularning razmeri oversize bo'lib turadi, 210 ming so'mdan. Razmerlari standart. Buni shuning fioletviy, keyin temno siniy, keyin qora ranglari bor. Keyin 102 ming so'mdan shuning koftamizdan, eng ko'p sotgan modelimizdan. Bu rasvetkalari dimxo'shroq kelgan. Razmerlari standart. Bemalol 52-54 razmer ham to'g'ri keladi. Keyin do'konimizdagi ro'mollarni ham ko'rsatib o'tadan bo'lsam, bergi vitrinamizda ro'mollarimiz bor. Ro'mollarimiz ham vibrdim ko'p. Buning to'y bazmlar uchun shuni yaldiroq variantlardan, keyin akkuratniy variantlardan, keyin mini atlasli variantlardan topsangiz bo'ladi. Har xil lazerli ro'mollarimiz ham bor.
hicaplı ayollarımız üçün dım ullu bolup yapıp duradan romalarımızdan bak. Kaşlı, kaşsız, her xil rasvetkelərdə. Bulanın kaşları orijinal Swarovski kaşlardan işlənən, orijinal Dubai məhsulatı bular. Bularımız şolk baxarda, indi bir yandan yupka romala köp oraladı. Beni variantlarımız bak, ketdə yaşdaki ayollarımız üçün həm, yaş kızlarımız üçün həm, giyimlərizə maslab alsayızla boladı. Bulanın şolkları orijinal, avaz iştilt duradı. Bemalal. Həmmə rasvetkesi zor gəlgən. Həmməsi bir-birindən zor gəlgən. Bundan təşqəri bizə də hicablı ayollarımız üçün təyar bonilərəm var. Buni özü təyar üstündə şarfı bilən, içində bonisi bilən. Bulan 56 min somdan durdu. Buna hər xil rənglərindən qara, tigrovkəli, beji rənglərindən var. Buni umraçı, xəşçilər üçün ak rəngli romalarımızdan həm köp. Bula şunun gilt duradan təyar bonila. Bula 56 min somdan durdu. Bunu hər xil kaşlı, kaşsız variantından var, bardoyu, hər xil svetindən var. Keyin toy bəzimlər üçün şunun organza materialından üstünə emin kaşla qoyulub işlənən variantlarımızdan var. Bula təyar içində özünü içi bilən, üstündə taşak qoyula verədən dım xoşray olub duradı. Bunun hər xil rənglərindən gəlgən. Keyin buni variantlarımızdan var. Toy bəzimlər üçün, veçirni göynəklər bilən uğraş üçün. Dım xoşray. Bunu temno-sini, beji rənglərindən var. Hər xil stildəgilə var, qara, çeçinka romalarımızdan var. Hicaplı ayollarımız üçün romalardan vыбор köp. Bular 72 min somdan durdu. Swarovski orijinal kaşlı, materialım orijinal xıbı, çözülüb qalmaydı, bemalal yuyub işlətsənizlə boladı. Bugünkü obzorumuz şundan ibarətədir. Xuda xahlası yeni videolarda yeniliklərimizin kütük qalın. Giyim dükkanımızı to'liq adresini tushuntirib o'tib ketaman. Manzilimiz Rasenterda bo'ladi. Doğrumuzda Urganch tuman soliq inspeksiyasi, ya'ni налог joylashgan. Налог doğrusunda chap tarafimizda Urganch univermagi va rayon hokimiyati, doğruda Xalq banki bo'ladi. Chap qo'lda dükkan joylashgan. Bu tarafimizda esa doğru Rasenter bozori chiqadigan yo'l. Rasenter bozorining oldidan chapga qarab yursangizda dükkanimizni oldidan kelasizlar. O'rtada evvelgi ko'na do'mboq jo'ja va rayon banitsasi svetofori va shundan bir yo'l. Ya'ni yo'limizda 19 marshrut o'tadi. 19 marshrutda o'tib minib Rasenter налогni oldidan desangizlar, dükkanimizni oldidan tushirib ketadi. Mevzular savdo markazi, bu tarafimizda modalar giyim dükkani, bu tarafda bu mebel joylashgan.